Alisher Qodirov o'zbekistonlik mehnat migrantlarini zudlik bilan Rossiyani tark etishga chaqirdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik migrantlarga zudlik bilan Rossiyani tark etishga chaqirdi. Bu haqida o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida yozib qoldirilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida mehnat migrantlarga bo'lgan vaziyat faqat yomonlashib boradi. Rus maxsus xizmatidagilar Markaziy Osiyoliklarni Rossiyada kutilayotgan noxushliklarga asosiy sababchilari sifatida taxmin qilinmoqda. Sababli ulardan kelinadigan foydadan allaqachon kechib bo'lingan, deydi Alisher Qodirov. Deputat Rossiyaning Ukrainaga qilgan bosqinini qoralaydigan, migrantlarga g'ayriinsoniy munosabatlarni keskin munosabat bildiradigan sanoqli o'zbek faollaridan biri hisoblanadi. O'zingizni ishlating, Rossiyadan tezroq keting. Hech qanday mablag' ota-onangiz va farzandlaringizdan ustun emas.